chorvasi bor akalarga qaranglar. Mol oxir, qo'y oxirlarda zo'rlaridan bo'lar ekan. Buning ichiga yemni 30 solgansan, albatta mol isrof bormaydi, to'k bormaydi. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalardan ko'rsating deganlarga katta bazasi sexiga yetib kelganmiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamin terimdamiz. Mol oxir deganlarga mol oxir, undan tashqari suv yo'nchishlarimizni ham ko'ryapsizlar. Har xillaridan bor. Va yo'lni yuzda yaqinlashtirib ko'rsating. Laboni orqasiga tushadigan standart voy karetalarimiz ham bor. Hozirgi kunda necha pul bo'ladigan akalarga sizlarga zo'r qilib narxlarni Ustakamiz bilan birgalikda yoritib beramiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Mana buni qaranglar. Mol oxirlari bizni tayyorlanish jarayonlari ekan. Bu yerda aka har xil razmerda chiqaverar ekan-da. Chiqaveradi aka, hamma razmerda. Mol oxir, qo'y oxir, hammasini qilib beraveramiz aka. Gap yo'q, qaranglar. O'zlarida hamma ustonliklar mana o'zlarida birinchi qo'l. Aka, demak, sizda tirikchilikka olib borib, o'zini viloyatida optim sotaman deganlarga, demak, chiroyli qilib beraveramiz. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kerak bo'lsa dastavkalarni ichida ham qilib beraveramiz aka. Narxlar bo'lishi mumkin emas. Narxlar tushyapti aka hozir. Aha. Hozir qo'y oxir, mol oxir har xil razmerlarda bor ekan. Bor aka, har xil razmerda bor. Konteyner lislarini, ya'ni qadrdonlar, bu ancha yilga chidab beradigan, zanglab chirib ketib qolgan juda mustahkam materialda bu konteyner mahsulotlari. Shunaqa aka. Xo'p, endi aka, hozir qayerdan boshlaymiz? Narxini yoritishni qayerdan boshlaymiz? Narxini 2 metrli qo'y oxirdan boshlayveramiz. Zakatovkasidan. Zakatovkasidan. Mana shu zakatovka holatini olaman deganlarga tushuntiramiz aka, mana 65 aynalasi, eniga keladigan bo'lsa 35, chuqurligi 20, uzunligi 2 metr. Narxi 170 ming so'm. 70 ming so'm. Mol oxirimiz uzunligi 234, eniga 60, chuqurligi 35 bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 290 ming so'm. Xo'p. Bularning hammasi mol oxirlar, shu 290 ming. Razmer. Bular ham mol oxir, bular ham mol oxir. Keyin yana bitta nimasi bor, mol oxirga mana bunaqa qoppoqlari bor. Qoppoqlarni qo'shib beramiz. Narxi 330 ming so'mga aylanadi. Bitta oxir. Bitta oxir. Ikkita qoppoq qo'shib beramiz, 330 ming so'm bo'ladi. Mana bularimiz 2 metrli mol oxir. Eni 50 bo'ladi, chuqurligi 30 bo'ladi, uzunligi 2 metr, narxi 250 ming so'm. Agar shunga qo'shadigan bo'lsa qancha bo'lib qoladi ana? Qoppog'ini qo'shadigan bo'lsak, buni 290 ming so'm qilib beramiz. Mana bularimiz 260lik qo'y oxirlarimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 ming so'm aka. 200 ming so'm. Lislari tiniq aka, chirik-pirik lislari bo'lmaydi. Aka, hozir bu konteynerda qaysi yon lismi? Bu yonlisidan bo'ladi. Mana mol oxirlarimiz hammasi tomlisidan bo'ladi aka. Ki zakaz asosida mana bunaqa qo'ylarga, buzoqlarga addini chiqarib beraveramiz aka. Bu narxini kelishamiz. Razmeriga qarab. Mana bu yerda 260lik qo'y oxirlarimiz bular ustida turgan. Mana bular 230lik qo'y oxirlarimiz bular ham. Buni narxi 190 ming so'm. 190. Mana bu yerda 260lik mol oxirlarimiz bor. Bular narxi 310 ming so'm. Qoppog'ini qo'shadigan bo'lsak 350 ming so'm bo'ladi. Agar qoppog'ini sifarga qilib bering desa 380 ming so'm bo'ladi. Oyoq qo'ymaymiz. Keyin mana bu yerda tomlisdan bo'lgan 2 metrli qo'y oxirlarimiz. Bular narxi 200 ming so'm. Qoppog'ini o'sha 200 ming so'm ichida qo'shib beramiz. Faqat mana shu tomlisdan bo'lgan qo'y oxirga. Keyin bu yoqda tayyorlari ham bor. Tayyor holatda bor, ha? Tayyor holatda so'raganlarga. Tayyor 1 metrli qo'y oxirlarimiz bor, narxi 170 ming so'm. 230lik mol oxirlarimiz bor, narxi 430 ming so'm. Narxlar kelishtirib beramiz. Mana bularni 260lik mol oxir, 450 ming so'm aka. Listlarni ko'ryapsizlar, tiniq listlardan bo'lgan. Bular 1 metrlik mol oxirimiz 300 ming so'm. Chuqur variantda bular. Bularimiz qo'y oxirlar 260lik. Narxiga keladigan bo'lsa 300 ming so'm kelishtirib beramiz. Bu yerda mana orqa tarafda turibdi 230lik qo'y oxirlarimiz aka. Listlari tiniq bo'ladi. Narxi 280 ming so'm. Bu 2 metrlik qo'y oxirimiz. Narxi 240 ming so'm. Mana ichilarini ko'rishingiz mumkin. Bu suv yo'nchishlarimiz endi. Suv, ha. Nechta pirs sig'adi bunga? Bunga bitta o'sha butun pirs sig'averadi aka. Bitta butun sig'averadi. Nechiga nechi bu? Xo'p aka, buni razmerlari qanaqa endi aka? Xo'p aka, bu somon o'tadigan idish. Aha. 1.17, tagi 60, bo'yi 42 bo'ladi. Bitta pohol pirs ham sig'adi butunicha. Narxi nechi pul? Narxi aka 400 ming ham deb turdik, 380 ming qo'ydik endi.
Arzon qilib qo'ydilar. Ha, listlar arzon bo'lgan hisobiga biz ham tushiryapmiz aka. Hop. Bunimiz-chi aka? Bu aka 1 tonna 200 lik usti ochiq bochka bu. Aha. 1 tonna 200 suv sig'adi. Narxi aka 950 ming so'm. 950 ming so'm. Bularichi? Bular aka 1 tonna usti yopiq degan bochkamiz bu. Aha. 1 tonna usti yopiq, qopqog'i bor, odam bemalol. Baliqchilarga ham zo'rmi? Baliqchilarga ham bo'laveradi aka. Bo'laveradi Hop, aka. narxi necha pul bu? Narxi aka 1 million 50 ming so'm aka buni. 1 million 50 ming. Tagida esa 1 tonna 600 lik usti yopiq deyiladi aka. Ha? Tagida ham bor alohida 1 tonna 600 lik usti yopiq aka bu. Narxi necha pul? 1 tonna 600 ming? Narxi 1 million 450 ming aka. Ha, mana bu katta yo'nchisilarchi? Bu 4 tonnalik. Aha. 2 million 700 ming so'm aka bu narxi. 2 million. 5 tonnagacha aka bezakasi yasab qo'yamiz biz. 5 tonnaliklari ham bor. Bular 1 tonna 600 usti ochiqlar bular aka. 1 million 200 ming so'm aka. Bundan tashqari drabilkalar ham bor ekan. Ha, drabilkalar bor aka. Xo'p, undan tashqari drabilkalarimiz. Xo'p, aka qanaqangi motorlar endi bu? Aka motor 6,5 kilovat deyiladi. Aha. 3000 оборот yangi motor. Xo'p. Mis motor, alyumin motor deganlarga bormi endi? Bor aka, mis motorlisi ham bor, tugab qoldi bundan. Ha? Faqat Hozir alyuminlisi qoldi aka. narxi necha pul? Narxi 2 million 300 ming so'm aka mana shu. Aha. 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 Quruq farqi yo'q. Farqi yo'q aka, don, bug'doy, makka hamma yo'qda maydalaydi. Universal. Narigi qizilimiz aka faqat o'tni o'ziga. Mana bular, Ha, narxi ham arzon aka, 1 million 700 ming so'm buni. 1 million O'tni o'ziga bu. o'ziga. Ha? Mana o'miz aka, xullas nimaniki bu? Divizionlisi. Aha. Cho'k yo'q joylarga Aha. o'zi bir tortsa yuradi, yangi divizion. O'zini o'zi aylantirib motori buni o'zini ichida buni. O'zining ichida. Generatordan o'zidan chiqqan. Aha. Narxi 3,5 million so'm 3,5 buni. million so'm. Xo'p, endi u yoqda loy karetalarimiz bor, ularni ham tanishtiramiz. Xo'p, mana bu suv yo'nkisi gapirib qo'yaylik, keyin nimaga o'tamiz. Aka bu 2,5 tonnalik usti ochiq bochka, ikkovi ham. Aha. Birini ustun qilib qo'yilgan, Aha. usti ochiq bu 2,5 tonnalik bochka bu. Narxi aka 1 million 400 ming so'm aka. Hop. Kelishtirib bunimiz aka Karetalarimiz. loy kareta. Razmerlari. Razmeri aka labon ichiga tushadigan standarti bu. Aha. 120 ga 205 aka. 120 Narxi aka 550 ming so'mdan sotyapmiz. Kelishtirib beramiz aka, ko'proq o'yinga. Kami bor. Kami bor aka. Aha. Mana bu oxirlarimiz. Bular aka oyog'i yo'q 260 o'xir bu aka. Oyog'i bori 450 ming so'm. Hop, bularda aka kelishtirib beramiz. Oyog'ini hisobiga arzonroq qilib beramiz aka. Aha. Mana bu chuqur. Bunisi aka ohagi idish bu. Ohagi idish. Arqalisdan bo'lgan, tekizlangan. 7-800 litr suv sig'adi, 350 kilo nari beri ohag yuradi bunda. Boshqa narsaga ishlatsa ham bo'ladi. Xullas tekizlangan variant Arqalisdan. Narxi necha? Narxi 900 ming so'm aka buni. Kelishtirib beramiz buni. Karetamizchi. Karetalarda bu boshqacha varianti buni. Burchagini boshqacha qirqib chiqarilgan. Narigisi boshqacha, bunisi boshqacha. Bu ham shunaqa standart aka bu. Standart. Bir xil narxi. Ha, narxi 550 ming so'm, buni ham kelishtirib beramiz aka. Tushunarli. O'choqlar bor aka. O'choqlar. 12 litrdan boshlab 100 litrgacha o'choq bor. Qozonga tushadigan hammasi. Nech puldan nech pulgacha endi bu yerda? Narxi misol eng kichigi necha? Eng kichigi aka 80 mingdan Aha. 250 minggacha o'choq bor-da. O'chog'i bor. 110 ming, 100 ming, Mana 150 ming, 200 ming, xullas shunaqa aka. har xilidan bor. Xudo aloqaga chiqaverasizlar. Menimcha ma'lumotlar bo'ldi aka, to'g'rimi? Xudo xolasa endi bor Aloqaga chiqsa, imkon qadar berdik, ha, aloqaga chiqaveradi. Qo'ldan Chiqaveradi, kelgancha xudo xolasa. akalarning mehnatini qadrlab qo'yasizlar, qadrlovlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalar. Mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ishlasin.